Turkiyada ishlash istagan har bir xorijiy fuqaro qonunga muvofiq çalışma izniga ega bo'lishi shart. Çalışma izni bu Turkiya Respublikasi tomonidan xorijiy fuqarolarga beriladigan rasmiy ishlash ruxsatnomasidir. U Turkiya Mehnat va ijtimoiy xavfsizlik vazirligi, ya'ni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tomonidan beriladi va faqat ish beruvchi orqali olinadi. Çalışma izni sizga qonuniy mehnat faoliyati, mehnat shartnomasi asosida rasmiy oylik, SGK sug'urtasi va bepul tibbiy xizmatlardan foydalanish kabi huquqlarni beradi. Muhim jihati shundaki, çalışma izni mavjud bo'lgan taqdirda u yashash ruxsatnomasi, ya'ni iqomat izni o'rniga ham o'tadi. Çalışma iznisiz ishlash esa Turkiya qonunchiligiga ko'ra taqiqlangan bo'lib, ruxsatnomasiz ishlash, ish haqi bermasligi, himoyasiz mehnat, sug'urtasiz qolish, oqibatida tibbiy xizmatlardan foydalana olmaslik, nafaqa ya'ni pensiya huquqidan mahrum qolish va hatto deportatsiya xavfiga olib kelishi mumkin. Ish beruvchi uchun esa har bir iznsiz ishlagan xorijiy xodim uchun katta miqdorda jarima, tekshiruvlar va huquqiy javobgarlik kabi oqibatlar yuzaga keladi. Shu sababli Turkiyada qonuniy va xavfsiz ishlash istagan har bir xorijiy fuqaro albatta çalışma izni bilan ishlashi lozim. Unutmang, Turkiyada qonuniy ravishda yashash va ishlash sizning huquqlaringizni himoya qiladi.